Davlatimiz rahbarining qaror va farmonlari hamda qonun hujjatlarining ijrosi borasida olib borilayotgan ishlar bilan tanishish maqsadida Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi rahbari hamda deputatlari viloyatimizda o'rganish ishlarini olib bormoqda. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi rahbari Abdushukur Hamzayev hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Oybek Rahimov Buxoro viloyatidagi o'rganishlar doirasida Olot tumanidagi shayxlar mahalla fuqarolar yig'inida bo'lishdi. Mahallada istiqomat qiluvchi Beshin Bemurodov tabiatga muhabbati beqiyos va ekofaol hamyurtlarimizdan biri. Uning xonadonida mevali va manzarali daraxtlar, turfa gul va rayhonlarning ko'pligini ko'rib ko'z quvonadi. Oila vakillari qalbida tabiatga muhabbat barobarida shijoatli mehnat muhiti mujassamdir. Jumladan tomorqada tashkil etilgan zamonaviy issiqxona mehnatning barakasi va oqilona yondashuvining yorqin namunasidir. Bu yerda yetishtirilayotgan turli sabzavotlar xonadon uchun barqaror va munosib daromad manbaiga aylangan. O'zaro muloqot chog'ida O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi raisi obod, ko'rkam va ekologik madaniyat yuksak darajada shakllangan xonadonlar haqiqatan ham yashil xonadon maqomiga munosib ekanini ta'kidladi. Bunday ezgu tashabbuslar jamiyatda ekologik madaniyatni yuksaltirishga xizmat qilishi ko'pchilik uchun munosib ibrat maktabi ekanini qayd etdi. Shu kuni o'rganishlar Olot tumanidagi 20-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida davom etdi. O'rganish davomida tarbiyalanuvchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, yoz oylarini mazmunli o'tkazish bo'yicha rejalar bilan tanishishdi. Shuningdek, partiya rahbari maktabgacha ta'lim tashkiloti hududida barpo etilgan kichik botanika bog'i va bu yerdagi daraxtlarni parvarishlash, hudud iqlimiga mos manzarali ko'chatlar bilan boyitish ishlari bo'yicha fikr bildirdi. Tabiatga mehr bolalikdan boshlanishini va bu jarayonlarni yosh avlod ko'z o'ngida tashkil etish ularning tabiatga bo'lgan mehrini oshirish mumkinligini ta'kidladi. Bugungi kunda axborot eng katta kuch. Tezkor, xolis va ishonchli ma'lumot esa jamiyat taraqqiyoti hamda fuqarolar ishonchini